Qurilishda esdan chiqib qoladigan 3 ta muhim detal. Uchinchisi katta muammolarga sababchi bo'lishi mumkin. Birinchisi bu gidroizolyatsiya. Ko'rinmaydi, lekin juda zarur. Sanuzel, fundament yoki tomda sifatsiz gidroizolyatsiya bu namlik, mog'or yoki devorlarning yorilishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi bu ventilyatsiya tizimi. Bu toza havo, sog'lom muhit degani. Ayniqsa sanuzel va oshxonalarda o'sha ventilyatsiya tizimi bo'lmasa, yomon hidlar yoki namgarchiliklar yig'ilib, bu sog'liq uchun zararli bo'ladi. Uchinchisi bu elektr simlari. Bu xavfsizlikni oshiradi yoki tushiradi. Noto'g'ri o'rnatilgan yoki sifatsiz simlar pojarga kelib chiqarishi mumkin. Yaxshi o'rnatilgan zo'r simlar har doim uzoq yillar xizmat qilib beradi. Ko'pincha shu ko'rinmas detallar e'tibordan chetda qolib ketadi, lekin aynan shu nuqtalar uy xavfsizligi va mustahkamligini ta'minlab beradi. Yana qanaqa detallar ko'pincha e'tibordan chetda qolib ketadi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.